شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qardaşlar, biz bugün Sura Baqara'nın 180. ayetiga keldik. Ayet ilgirki ayetde Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarga xitob qilib qisasni farz qilgan bo'lsa, bugungi oyatda, ya'ni miras ahkomlari yo'l qo'yilishdan ilgari, vafot tepishdan ilgari kishininki o'zining mol-mulklarini vasiyat shaklida taqsimlash. Bu orqali haq sohiblari bo'lgan bir kishilarningki quruq qolmasligi, jamiyatning o'ch adovatdan, bir-biriga g'um saqlashdan xoli shaklda inoq ittifoq bir jamiyatning barpo qilishning asosi ekanligini bugun Alloh subhanahu va taolo shu oyatda bayon qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala davatudu asta'uz billah kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Endi qarindoshlar, oyatning mazmuniga kirishdan ilgari deydigan bir gap. İlgirki oyatda shu xil shaklda ifodalandi, bugungi oyatda shu kutiba degan shaklda arabcha aynı şekilde tercüme qilgan vaqtimizda yezildi, farz qilindi, yuklendi degan ma'noda. Ya'ni bulutsuz, uqumsiz, yani majhul deb qo'yamiz, uqumsiz cümle şekli. Farz qildi, ustunlarga buni yozdi, buni sizlarga yukledi degan shaklda emas, balki yuklendi, farz qilindi, uqumsiz cümle şekli, pil şekli qo'llanildi. Bu ne? Qanday tushunish mumkin desa, biz ilgirki soatlik, yani oldingi oyatning mazmunlarini tushunadigan vaqtim ozroq qistirib o'tgan. Alloh subhanahu va taolo bandalarga zo'lab, sen shuni qilsangmi qilsa, qilmasangmi qilsa degan shaklda hech bir narsani farz qilgan emas. Alloh bandalar bilan avval iymon to'xtamini tuzadi. Bandalar bu to'xtamni qabul qilsa, iymon to'xtamini, andan iymonning talab taqozzolariga o'tadi. Qabul qilmasa shu paytda qoladi. Qabul qilmay, iymonni o'ziga qabul qilmay kafir holatga qolib qolsa, uning faqatlan bir jazosi va qiyomat kunida o'zar. Undan boshqa uningga ilohiy ta'limotlar, vazifalar, farzlar, vojiblar ustiga yuklanmaydi. Qanday bir odam Alloh subhanahu va taoloni mening ilohim deb rozi bo'lib, hayot qonuniyatimni belgilaguchi deb rozi bo'lib, bu to'xtamga kirdimi, iymon aytdimi, bu hayotdagi masala, hayotdagi qonun tuzumlarni tatbiqlashda to'xtamning bir taraf bo'ladi banda. Bu nuqtadan o'ttirdi qo'yilgan ta'limotlarning hammasi xuddi Allah bizga yuk qilib ortgan bir tarafdan tushgandeklar, balki ikkilan tuzgan to'xtamning talabi bu. Bu yüzden bu xil ahkomlar, bandaga munosabatli bu xil ahkomlar Alloh sizlarga farz qildi, u qildi, bu qildi degan shaklda emas, ko'p o'rinlarda farz qilindi. Xuddi ikki taraf kelishib qolganda, chunki biz iymonga kirdik. Allohga iymonni aytdik. Allohning qonun chiqaruvchi, hayotimizning manhajini tuzguchi deb e'tirof qildik. Doğan ekan xuddi ikki taraf o'rtaqdek. Ya'ni bu bir butun boshqalardan kelgan bir mushaqqatlik vazifa sifatida emas, o'zimning ishi.
Mening ishim bu degan shaklda qabul qilish tuyg'usini berish uchun Alloh subhanahu va taolo oyatlarda bu xil shaklda keltirgan. Oyatni avval izohatiga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilsam, Alloh subhanahu va taolo deyotdi, kimga o'lim kelgan vaqtida, endi bir nuqta manglarda aniq, o'limning har qanday odamga kelishi bir aniq masala, cho'qim keladi. Ya bugun keladi, ya erta keladi, ish qilib keladi. Shunga chiqib bu yerda qo'llangan ifodami vaqtida, sizlarning biringlarga o'lim kelgan vaqtida cho'qim kelishi aniq. Anda olgandan keyin mushu kelishdan ilgari, ya'ni mushu kelishi kelgan vaqtida unda qarab o'zining ahvoli biladi ya inson. Normalda ham tuyuqsiz o'ylanadigan boshqa. Normalda bir ma'lum yosh yoki ma'lum bir sharoit o'zining ancha-muncha burun sog'lomlik ahvoli degandek bir taraflarda bir belgi alomatlari bo'ladi. Ko'p hollarda mutlaq demoqchiman. Agar u kishi ma'lum darajada mal-mulk qoldirgan, intaraka xayron degani qimmatga ega bir narsa qoldirgan bo'lsa, ya'ni boshqalar talashadigan, xayron deb iborat keltirish, yaxshilik degan ma'noda bo'ladi. Boshqalar talashadigan, ya'ni hammaning og'iz kiradigan, qimmatga ega bir narsa qoldirgan bo'lsa, bu kishi ota-onasiga, yaqinlariga muvofiq shaklda, bil ma'ruf, muvofiq shaklda vasiyat qilish kerak. Bu mu'minlarning, muttaqillarning ustidagi nima haqdir da'vatidir. Allah subhanahu va taolo biz bayatni deganimizdek faqat Allohga iymon etgan, Allohni so'ygan, Allohning jalol, kamol sifatlariga iymon etgan kishini andan uni qil, buni qil deb bir ishlarga buyuruydi, ta'limot turadi, vazifalarni ustiga otadi. Unda olgandan keyin bu nuqtadan biz Allohninki uni qilinglar, buni qilinglar, ma'sulligi, farz, ozligi, vojib degan bu xil taklifoti, iymoniy vazifalarini Allohni yaxshi ko'radigan mu'min bandalarga nisbatan sharaf deb bilishimiz kerak. Sharaf deb. Bir nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Alloh kofirga hech nimani buyurmadi. Kofir hech nima qilmaydi dunyoda. Buning o'zi nima deganlik desa, tashlavatdi deganlik. Biz iymon ishkidan kirdik, bizning hayotimizga Alloh aralashdi. Uni qil deydi, buni qil deydi, o'lganda buni qil deydi. Kishilar o'zaro kofirga nisbatan nima qilsan qil dedi. Kofir jamiyatini tashlavatdi Alloh. Aranglarda nima ish qilib qolsang qiling. Qisos olamisizlar, masalan ilgirki oyatdagidek. Aranglarda to'qinishli yuz beramdi, qalaymuqonchilik yuz beramdi. Mol-mulkingni kimga meros qo'ysa, o'zingning ixtiyor. Kofirni tashlavatdi. Buning o'zi bir tashlavatganlik amaliyotda. Kofirning jamiyati bilan chatog'olmaganlik Alloh subhanahu va taoloning. Bu nuqtadan mu'min Allohning o'ziga yuklagan vazifalarini sharaf, izzat, Allohning ko'ngil bilishi deb tushunish kerak. Bu xil shaklda qana qilish kerak, qabul qilish kerak. Bu bir xil sevgini oshiradigan ish amaliyotda. Mu'minning Allohga bo'lgan sevgisini. Bu yerda Alloh bilan bandaning o'rtada bir sevgi bo'ldimi, Alloh bu sevgini davom qiladi. Shunga uzluksiz ta'limotlar, diniy vazifalar ustimizga tushib turibdi. Buni qil, uni qil, buni qil deganlikning o'zi Allohning bizni sevganligi. Bizga yaxshilikni yaratdi Alloh. Agar bizni sevmasa, tashlatadi bizni. Yasha da'vatida. Hayotning prinsipini biz o'qimaymiz. İnsanның qanday insan biz o'qimaymiz bizlar. İnsanның umumiy yaratilishining umumiy tabiiyati insonning nima shaklga emas buni bilmaymiz biz. Alloh agar mushta bir prinsiplarni yo'l qo'yib bermasa, cho'qim qalaymuqonchilik chiqadiganligi aniq. Tarix qarab baqsaq bo'ladi. Uzun davomlashgan bir jamiyat yo'q tarixda. Uzun davomlashgan bir jamiyat, bir to'plik yo'q. Illaki Allohning manhaji bilan uzun davomlasha oladi. Ya'ni bu yerda banda iymon etish orqali o'zing sevgisini ifodalaydi Allohga qo'ygan. Alloh buningga buyurish orqali, buni farz qilish orqali sevgisini ifodalaydi. Bu ikkisi sevgi ifodasi. Biz iymon etdik, bu bir sevgi. Bizni uni qil, buni qil dedi, bu bir sevgi amaliyotda. Ya'ni bizni bir buyurganlikka bizning iymon darajasidan ortiq bir sevgi darajasi. Bizning iymon birinchi sevgining birinchi darajasi, birinchi palamray. Undan yuqoriroqi bizning buyurganlikning o'zi. Ameliyat etmişqa, çünkü biz
Allah'a iman edip Allah'a ne fayda? Allah'a hiç faydası yok benden iman etkinliğin ki. Ameliyat Allah'ın benden onu kıl bunu kıl degenin Allah'a hiç faydası yok. Bularning hemmisinin menfaati faydası bendige kaydı ahirisi da. Şuңaşqa mümin kişi Allah onu bir işe buyurgan vaqtida bu yerdeki Allah'ın bergen ta'limatini o'ziga olib keladigan sharafiga, izzatiga alohida diqqat qilish kerak. Buni qandaqdir Allah bizni bir izish yoki bizga jafo chekish uchun tushirgan bir ish deb qaramaslik kerak buni. Bu degan izzat bu Allohning bandalariga bermoqchi bo'lgan. Şuңaşqa Allah subhanahu va taolo bu yerda o'rtaq yani men farz qildim demayman deydi. Kutiba degan bunda bizga bir xil sharaf bergan asosda ma xil ifodasini qo'llanyotdi. Endi Allah bu ayette bizge düşergen ahkam vazife ilahi talimat ne modisa? İza kutiba aleykum iza hadara ahadakumul maut in taraka hayran el vasiyatu lil validayn. İki şart var. Birisi ölüm aldı da. Yeni birisi mal mülki, kıymetli iki bir narsa bolsa. Endi Allah'ın bu ölüm aldı da mal mülki bolsa, iki şart bolganda an vasiyat kılındı. İki şart qo'llangan ifodasida birisi de İza degan ifodani qo'llandı. Arab tilida bu iza cho'qqum yuz beradigan bir ishning vaqti kelganda manda qil degan ifodalaydi. In ifodasini qo'llandı. Agar uning mol mulki bo'lsa, agar uyg'ur tilidagi agar ya'ni agar degan nima desa inson ba'zi insonlar kambag'al bo'ldi, u hech nima qoldirmaydi. Ba'zi insonlar ma'lum darajada iqtisod bo'ladi, uning bir narsa qoladi degan shaklda keltiryotdi buni. Ya'ni Ondan keyin oyatga bir diqqat qiladigan nuqta intaraka xayran mal mulk qoldusa, pul qoldusa emas, xayran dedi. Xayran degani masala shu masalan pul u yoki bu desa pullarning masalan biz ko'ryapmiz, pullarning qiymati vaqtning o'tishiga ergashib pul paxallash deymiz, undaymiz, bundaymiz qiymati tushib turadi emasmi? Bu yerda faqat qimmat o'qimini asos qilib turib xayran intaraka ya'ni ma'lum qimmat qoldirsa. Agar o qimmati yo'q narsalar qolsa, uni hech hojati yo'q. Faqat qimmatga ega. Agar uni taqsim qilmasa, uni vasiyat orqali ma'lum loyiq kishilarga, haq egalariga ma'lum taqsim qilmasa, birisi-birisiga nisbatan o'chmanlik tug'iladigan ahvol bo'lib qolsa, ash taqilish kerak. Ya qimmatsiz, qimmati yo'q, hech kim talashmaydigan narsa bo'lib qolsa, u vasiyat qilishning hech hojati yo'q. Ya'ni mu'min bu yerda oyatning mazmuni bo'yicha ma'lum qimmatga ega mol-mulki bor. Taqmao miras tushishdan ilgirki oyatchimi birodarlar? Ma'ni kalimizni chiqarmaydi. Miras oyat tushgandan keyin masala miras bilan hal bo'ldi. Miras tegmaydiganlarga vasiyat qilsa bo'ladi, ammo bu yerda vasiyatning umumiy shaklini da'vatidi. Bu masalan bir odam mol mulki, ma'lum darajada mol mulki bor. Vafot tepishning oldida bu odam miras oyati tushishdan ilgari so'g'achqa qanday qilish kerak? O'zining eng muhim bo'lgan tuqqanlarga masalan odamning mol mulki ko'p bo'ladi, bolalarga qoladi. Tegmaydigan bir kishilar bor. Haqqi bor u odamda, ammo masalan ota-onasi bor, qarindoshlari bor. Manda shakllarda mushlarga vasiyat qilishni ma'lum yo'lliq shaklda, hamda butunlay ulug' bir vatimda bolalar qolmasin bo'lmaydi. Yo'lliq shaklda hammasining ko'nglidagi bir xil umid, azroq bir iqtisodiy undan umid qiladigan bir tarafni qandoqdek shaklda ma'ruf degani shu muvofiq shaklda vasiyat qilish kerak. Vasiyat qilishi kerak. Ya'ni mu'min mush nuqtadan sog'lom vaqtida jon halqumiga kelganda emas. Ashqib o'zining har holda birimda ba'zi dedim-ku boya ya yosh yo'g'inab qiliqliq ma'lum darajada yoki tini sog'lom emas, salomatlik yaxshi emas. Har holda ko'p ehtimolda tuyuqsiz bir jiddiy, kutilmagan hodisa bo'lib qolmagan ahvolda o'zining kuzgi kurlab qolgan vaqtda sog'lom vaqtida o'zining vasiyatini qana qilish kerak, yezib o'tish kerak. Kimga yoziladi bu vasiyat? Ota-onaga yoziladi, tuqqanlarga yoziladi, muvofiq shaklda. Endi bilimiz insonning tabiatida Alloh subhanahu va taolo yaratgan bir sevgi bor. Bu sevgi o'zining bolalariga qaratilgan ko'p hollarda. Balkim ota-onasini sal qarab qolgan ishlar bo'ladi. Chunki ota-onalar xuddi dunyoga bizdan burun ketadigandak bir tuyg'umiz bor. Bu tuyg'u yuzidan inson ota-onasiga nisbatan bolalariga kuyinganda kuymaydi. Bolalarining kelgusini o'ylaydi har qanday odam ota-onasining kelgusini o'ylamaydi. Çünkü onundan çoğ.
Bu bir to'g'ri ish emas amaliyotda. Chunki ota-ona bizning, ya'ni shu hozir shuncha mol-mulkni topgan yoki shuncha nufus topgan shu cho'ng odamningki dunyoga kelishning asosiy sababi. Bu nuqtadan Qur'onda bolalarga nisbatan favqulodda anda ta'kidlangan shaklda tavsiya yo'q. Faqat bolalarga ko'ngil bo'lish to'g'riliq tavsiya bor, ammo ota-onalarga nisbatan alohida tavsiya bor. Chunki insonning unutuydig'ini ota-onasi, ko'ngil bo'ldig'ini bolalari. Bu nuqtadan shunlashqa maxsus shaklda ma oyatda vasiyatning ma'lum qismi ota-onaga qilinadi va tuqqanlarga qilinadi. Bu ikkilanni, bu ikki turlik aqraboy tuqqanlarni Alloh subhanahu va taolo inson o'zining nasibasini quruq qoldirmasligi kerak deganni bizga bildiryapti. Bu oyatning deganimdek bu oyat miros oyatidan ilgari kelgan oyat. Miros oyatidan ilgari kishilar qanday qildi desa, mana hozir bu jamiyatda bor, atrofimizdan ko'ngil bo'ladi. O'zining mol-mulkini ya bolalarga hammani baldirga qo'ygan. Agar bolalardan ko'ngil og'risa, yana birisiga qo'yadi, bir o'tida vasiyat qiladigan, yo yana birlarga ishqib o'zi xolab o'lib ketishning oldida xolgancha taqsim qiladigan bir ahvollar bor. Bir odamning mol-mulk sohibi bo'lishda balları, tuqqanları, ata-onasini tortib hammasini ma'lum darajada haqqi bor. Bu tuqqan amaliyotda. Ya ballarga hammani bir o'tib ata-onasi tuqqanlarini mahrum qo'yadi. Ya yana birisiga bir o'tib ballarini mahrum qo'yib, ya namoratbetda qoldirib qo'yib ketadi. Ya ballarim bunday qildi degan bahona bilan. Shunda o'g'achqa Allah subhanahu va taolo bu xil shaklda vasiyatni alohida topilib, endi ko'p hollarda ballarga qoldiradigan bo'lg'achqa unutib qoldigan ota-onasi bilan tuqqanlar bo'ladi, atrofidagi tuqqanlar. Buni Alloh tavsiya qildi. Endi miros kelib bo'lgandan keyin miros oyati tushgandan keyin miros oyatida har odamning ulushi ayrim belgilandi. Bolalarning anda, ota-onaning manda degan shaklda. Endi vasiyat desa, vasiyat miros olmaydiganlar doirasida qoladi. Masalan deyli bir tuqqan, bir odamning bolasi, o'g'li, qizi normal ahvol ostida, ota-onasi ahvol ostida bir tuqqanni miros olmaydi. Ama bir tuqqanga vasiyat qilish oyatning hukmi bo'yicha umumiy jihatdan vojib, ya'ni. Onun miqdori cho'ng masala emas. Ya'ni butun umumiy mulkning 3dan 1 doirasida. 3dan 1 misal jiqroq, 3dan 1dan tuvan ezining cheki yo'q, yuqorisi 3dan 1 mush doirada turib, bizning tuqqanlarga va boshqa yo'llarga vasiyat qilsa bo'ladi. Ya'ni miros tegmaydiganlarga, miros ochib bo'lgandan keyin miros tegadigan har qanday odam vasiyat doirasidan chiqib ketadi. Shunlashqa endi bugungi kunda mayli ota-ona tuqqanlar deb emasmi? Miros ota-onaga tegadigan bo'lg'achqa ota-onaga vasiyat yo'q. Chunki ikki olmaydi, bir qitim oladi. Ya vasiyat bilan, ya miros bilan. Miros belgilandimi, vasiyatdan chiqib ketdi. Faqat miros tegmaydiganlarga lekin vasiyat shaklida ma'lum ayirsa bo'ladi. Ammo men bir masala bor. Ota-ona mushrik bo'lib qolsa, kofir bo'lib qolsa, ota-onaga miros yo'q. Ammo uni o'sha vaqt vasiyat qilsin. Chunki Qur'onning bizning ota-onaga qilishga, muomala qilishga bo'lgan shaklini nima desa, mushrik bo'lib qolgan taqdirdimi yaxshi muomala qilish. Dediki, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Ata-onaga yaxshilik qil, menga shukr qil, ota-onaga yaxshilik qil deb bo'lib Alloh وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ota-onaga agar kufrga majburlasa, shirkka majburlasa, u vaqt uning itoat qilmaysa, ammo dunyoda yaxshilik qilsa. Va sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bu Allohning bizga ota-onamiz mushrik bo'lgan taqdirdami ko'rsatgan ta'limoti. Qanday muomala qilishda. Bu nuqtadan ota-onasi mushrik bo'lib qolgan vaqtda uningga miros yo'q. Mushrik bilan kofir, mu'min o'tirisida, kofir bilan mu'min o'tirisida miros olinmaydi. Ne ota-ona boladan, ne bola ota-onadan olmaydi. Ammo vasiyat bor. Chunki miros olmadi, vasiyat tegadi. Yine shuningdek tuqqanlarning ichidan miros tegmaydigan tuqqanlar bularmi? Ojiz, o'zining iqtisodiy kamchi, masalan, oz masalan, qiynalib qoladigan hisob. Bunda bo'lib qolsa, bularmi mirosning tahtiga qana bo'ladi, daxil bo'ladi bu jihatda.
İnsan hayatta işlep, tirişip işlep, özünün ballarını, özünün əhlini başqalardan bir narsa so'maydigan, başqalarga muhtaç olmaydigan şekilde qo'yib qo'yish insonga eng yaxshi bir ahvol. Yani başqalarga muhtaç, dadisi o'lib qolgandan keyin, o'lib ketgandan keyin yoki tuqqan o'lib ketgandan keyin qiynalib qoladigan holatga qo'ygandan şekilde qo'ygani bu yaxshi ahvol. Bir hadis var Peygamber Aleyhisselam'ın qashiga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu kelib Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Rasululloh rivoyat qilgan hadisda Peygamber Aleyhisselam meni yo'qlab keldi. Ag'riq hisobda men Mekkadagi vaqtimda. Ya Rasululloh, melimning hammini men vasiyat qilib yaxshilik yo'llarga xarjlataymanki? Rasululloh yo'q. Dediki, yerimini qilsam? Yo'q. 3dan 1ni qilsam degan vaqt Rasululloh, 3dan 1si bo'lsa bo'ladi. Ammo bu mujiq. Ammo yuqurchak, eng yuqurchak 3dan 1. Ballarga bir narsa qolmasa olmaydi emasmi? 3dan 1ning ostida vasiyat qilsang bo'ladi. Sening ballaringni deydi. Mirasxo'rlaringni kishilardan bir narsa so'raydigan muhtoj holatni tashlab qo'yganingdan haqqa ehtiyoj tushmaydigan, haqdan bir narsa so'rmaydigan, o'zining jinini boqalaydigan shakl tashlab qo'yishing bu yaxshi. Shunga vasiyat eshib ketmasin. Yani bir odamning o'nning puli so'p qolsa, mol mulki ko'p qolsa, buning vasiyat qilish doirasi 3000 dan oz bo'lishi kerak. Izining cheki yo'q. Izining eng to'nning cheki yo'q, ammo yuqorisining eng yuqori cheki 3000. Bundan ortiq qilinmaydi. Şunlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü 180. ayette, biz bugün okumak çok ayette, Allah'ida kişi ölümden aldıdıla, özünün ata-anasıga ve yıkıllarga vasiyet kılış gerek mal-mülkide. Bu muttaqiller için bir hak deb Allah'ida tanlavatıdı. Allah'ida eskertip koyup bir gapni yana. Eskertip koyay. Ma ayet aldıda düşken ayet, miras ayetleri bundan keyin düşken, miras ayetleri bilen vafat tapqan adamning mol mulkidan ma'lum nasibasi ayrilganla vasiyat oyatidan chiqarib beriladi. Mansux, juz'iy mansux deb qo'yamiz. Ma'lum qismlarini avu amaldan qoldirib vasiyatning doirasiga oladi. Ya'ni miras oladiganlar vasiyatning tahtiga kirmaydi. Vasiyat faqat miras olmaydiganlarga undan keyin qanaqanday beriladi. Ondan kinki ayette Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Deganimizdek yuqorqi vasiyatning yo'lga qo'yilishining, vasiyat qilishning yo'lga qo'yilishining sababi atrofdagilarning qalbini mehr muhabbat bilan to'ldirish. Muhabbatni o'zaro umumlashtirish. Endi insonchilikda yoki qasdlik bilan, yo sahvarlik bilan, yo qasdlik bilan vasiyatni xato o'zgartish iboradigan. Meli kim ebbas? Masalan bir dada bir vasiyatni qana qildi, yozdi. Yoki vasiyatni birini qoldirdi, ig'zoki shaklda. Buning guvoh bo'lganlar yoki shu vasiyatning sohiblari nafsiga cho'g' tortib yoki bexillik, ochko'zlik qilib vasiyatni ma'lum darajada o'zgartsa, Alloh subhanahu va taolo buningga alohida tahdid bilan 2-oyatda tuvandagidek ta'limotni berdiki, kimki vasiyatni anglagandan keyin o'zgartsa, buning gunohi o'zgartganlarga bo'ladi. İnnalloh samiu. Allah hammani anglab turdi, hammani bilib turdi. Bilamiz endi bugungi zamonda yeziqchilik, hujjat, masalan, bir ishlarga isbot, ishlar umumlashig'liq. Bu umumlashqilani anda uzun bo'lmadi taxi. Masalan, 1400 yildan buyon bu yeziqchilik, hujjat umumlashqilib uzun bo'lmadi. Ilgirki vaqtlarda vasiyat ko'p hollarda eg'iz bilan bo'ladi. Masalan, vafot topgan odam, vasiyat qiluvchi hisobda boshqalarga vasiyat qiladi, faloniga manchilik, bu konuga manchilik deb yeziqchilik bek umumlashmagan. Bu yerdagi bir haq masalasi bir qancha tarafga munosabatli masala. Vasiyat qiluvchi, vasiyat qilinuvchi, merosxo'r. Vasiyat qilinuvchi
Agar nachar inson bo'lib qolsa, o'zining ko'michiga cho'q tortib, jiqroq elishni o'ylaydi. Merosxo'r nachar bo'lib qolsa, o'ziga oz tegib qilishdan ansirab, vasiyat qilinuvchining haqqini qana qiladi, ko'laydi. Mushta bir ahvol va o'tirdi. Hamda o'z vaqtida o hozirgidek yezib, uningga tamg'ulni besib, hozirgidek hukumat guvohligi deydigan bir gali bor bilasizlar. Shahrul aqari deb qo'yamiz arab tilida. Ya'ni uni rasmiy guvohlikdan o'tkazadigan bunda ahvollar yo'q u vaqtida. Endi bu yerda vasiyat qilg'uchi bo'lgan odam vasiyatni joyida qildi, o'lchamlik qildi, zulm qilmadi hech kimga. Yani 3/1 mol-mulk doirasida ibodat vasiyatni ballarning haqqiga tajovuz qilmadi. Bu odamning ishi tugadi. Bu odam hech qanday gunohkor emas. Ammo vasiyat qilinuvchi bilan mirosxo'r mishadagi bir ishga diqqat qilish kerak. Har ikkilisi o'zining ko'michiga cho'q tortib, u haqqidan ortiq olmasligi kerak. Mirosxo'rmi boshqaning haqqiga daxl taruz qilmasligi kerak. Vasiyat qilinuvchi bo'lgan odammi mirosxo'rning haqqiga. Demak, ikkisi mush o'rinda alohida eskartilgan nuqtalar. İkisinin qaysi birisi o'zining nafsiga cho'q tortib, vasiyatni o'zgartsa, buning jinoyati shuning ustiga bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu yerdagi mush oyatdan maqsad madem o'lib ketgandan keyin chiqadigan cho'ng jidalning o'zaro yuz beradigan to'qinishning oldini olyapti. Chunki qaysi birisi o'zgartdimi, bo'ldi adovat shu yerdan boshlanadi. Jang jidal ziddiyat shu yerdan boshlanadi. Vasiyat qilg'uchininki qilg'ini bo'yicha ijro qilinsa, uningdan mas'ul chiqmaydi, buningdan mas'ul chiqmaydi. Undan keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo atrofdagi kishilarga xitob qilib, buningga shohid bo'lgan yoki shu ish mas'uliyat doirasidagi insonlarga xitob qilib, "Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha baynahum fala isma alayhi innalloha ghafurur rahim." Endi bayatdan vasiyat qilinuvchi bilan mirosxo'rga eskartib bo'lgandan keyin, endi vasiyat qilg'uchi ya sahvallik bilan ya qasddan bir xatolik o'tkazdi. Masalan, dedik-ku ballardan og'rinib qolgan odam ballarga jiq miros qo'ymaslikni o'ylab, miros masalasini egizbas qilib, hammani yoki ma'lum ko'p qismini 3/1dan ortiq qismini vasiyatga topiladi masalan. Yoki undaq yoki mundaq bir xatolik o'tkazish orqali ya uning zulm qildi ya buning zulm qildi. Mushta bo'lib qolgan taqdirda fa aslaha baynahum kim ashatarafda shunga arilish huquqi bo'lib qolsa yoki kim arilisha olsa, arilishib buni tuzsa, bunun gunohi yo'q. Vasiyat qilg'uchi o'zining mol-mulkining yarmini birisiga vasiyat qilibdi. Ballarning haq huquqiga miyada tajovuzga uchrabdi. Birisi kelib, "Bo'lmadi ma'u. Gerçi o ota-onasining vasiyati bo'lgan taqdirda buni o'zgartib, dadangizning qilgan vasiyati 3/1 doirada bo'ladi. Bu degan ballarning haqqi. Sizning haqqingiz, ya'ni bu vasiyat 3/1dan eshib ketsa bo'lmaydi deb o'zgarsa, uningdan mas'ul chiqmaydi. Oyatning mazmuni shu: "Innalloha g'afurur rahim." Ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taoloning demak cho'g'ini hammalarga adolat bo'lsin da'vatidir. Vasiyat bu yerda adolatni chetnigan bo'lsa, to'g'ri yo'ldan chetnigan bo'lsa, masalan, ma'lum kishilar bu haq huquqlaridan mahrum qoladigan bo'lib qolsa, bolaning haq huquqlari mirosxo'rlarning tajovuzga uchragan bo'lsa, yoki atrofdagi tuqqanlarningki vasiyat orqali erishadigan ma'lum haq huquqlari faqat qo'lga kamiga ish qilib zulm bo'lgan bo'lsa bu yerda, birisi kelib yaxshilik Alloh uchun, fi sabilillah Alloh uchun masalani o'ngshab, merosni, vasiyat masalalarini o'ngshab, adli Alloh rozi bo'ladigan shaklda shariatning talabi bo'yicha o'ngshab qo'ysa, adli bo'yicha vasiyatni o'zgartgan bo'lsa, buning gunohi yo'q. Innalloha g'afurur rahim. Alloh mag'firat qiluvchi, mehr shafqat qiluvchi. Hamda ilgirki oyatni ko'rdik, bu oyatni ko'rdik. Shariatning maqsadi insonlar o'tirisidagi umumiy masalalarni, insonlardagi butun yaxshilik hujayralarining hammani qo'zg'atib, odamning yaxshilik bir tarafi bo'ladi, yomonlik bir tarafi bo'ladi qarama. İnsanning ichida yaxshilikqa buyuradigan bir vasvas qiladigan bir taraflar bo'ladi, yomonlikqa vasvas qiladigan bir taraflar bo'ladi. İnsanning ba'zi yaxshi xuy tutadi, ba'zi yomon xuy tutadi. Alloh, ya'ni shariat egisi bütün meselelarda, mayli ilgirki oyatdagidek qisas meselelari olsun,
Bugünkü hayatdagidek vasiyat, miras masalalari olsun, bunda insonning ichidagi yaxshi hujayralarini qo'zg'atib turib, uning qo'zg'atqiliki bo'ladigan insonda yaxshi taraflarini chiqarib turib, ishga silib turib, masalani hal qilmoqchi bo'lyapti. İlgirki oyatdami qisas masalasida فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ qarindishing sana sendeki qisasni afu qilversa deb, uning qarindoshligini afu qil. Bu taraflari nihoyat yorqin shaklda qanday qilib chiqaryapti. Bu qanday turliqqa bugun jamiyatda yurgizilayotgan kesiblar, u andaq bu bunday shaklda emas. Ya'ni o'zligidan rozi bo'lgan shaklda hukmga. Qotil o'zining bo'ynini taslim qilgan shaklda, men qotil, jenimdan oladigan shaklda. Maqtulninki velilari, qon egalari bo'ldi, sen qarindishim ekansa, kechirdiqsini degan shaklda, ma shaklda hal qilmoqchi Alloh subhanahu va taolo. Undalaqa bir ishlarni kesibdan umroz emas, bu muroz emas shaklda emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonning ichki dunyosini eng obdan biladigan zot. Masalani kesib o tarafning bu tarafninki birisi-birisiga bo'lgan hissdoshligi, qarindoshligi, mehribonligini qo'zg'amay turib hal qilingan taqdirda bu insonlar o'rtasida ziddiyat, to'qinish tugamaydi. Shunga o'xshab bu yerdagi masala ham ayni shu shakldagi masala. Yana masalan, vasiyat ma'nomanda doira bo'lsin. Agar bu vasiyatni boshqalar o'zgartsa, buni jinoyatdan davoladı, bu masalan, jinoyatlik hamma taraf o'zini bilsin degan shaklda. Agar vasiyat qiluvchi vasiyatlarida xato vasiyat qilgan bo'lsa, atrofdagilar qanday qilsin, o'ngishsin, buni isloh qilsin. Isloh qilgan odam buningda Allohning ajriga erishadi, mag'firatiga erishadi, rahmatiga erishadi degan shaklda, ya'ni mu'minlarni o'zligidan, o'z ishidan qo'zg'alib, adolatni orasida barpo qiladigan bir shaklda ahkomlarni bizga qanday qiladi, yo'lga qo'yadi. Ya'ni فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ degan oyatdagi xafa degan iboratning o'zi bizgani qo'rqsa degani, har odam jamiyatda adl adolatning yurgizilishini xohlaydigan bir holatni tasavvur qilyapti. Garchi mening ishim emas. Men munosibatsiz, qo'shnamning ishi. Qo'shnam mayli miros masalasida yoki vasiyat masalasida chatoq chiqibdi ishlaridan, xato qilibdi, zulm qilibdi bo'lsa, men uningdan qo'rqishim kerak. Chunki u jamiyatning bir qismi. Gerçi mening hech qanday aloqam yo'q. Yoki bir tiyinlik, bir qurishlik menga foydasi yo'q. O ijiq ilvasi, az ilvasi shuni tuqqanlar oldi, ziyon tasi shuni tuqqanlar tatidi, men bir aloqasi yo'q. Ammo men bir mu'min bo'lish sifatim bilan bu jamiyatda yuz bergan har bir adolatsizlik, har bir yo'lsizlik, har bir Allohning ahkomlariga qarshi chiqish mening mas'uliyatim. Çünkü mu'min jamiyatidagi adolatni qo'g'dash mening majburiyatim. Bu nuqtadan xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek, mu'minlarning hammasi bir badan emasmi? Badanning qaysi bir tarafiga aziyat yetsa, yana bir taraflar tang azoblangandek, ularda yuz bergan adolatsizlik, zulm menga yuz berganga o'xshash. Aktivlik bilan qatnashishim kerak, aktivlik bilan aralashishim kerak, buni o'ngishishim kerak. Men xalqning ichki ishga aralashib olgan bo'lib, buni ko'raman. Balki o'zimning jamiyatini qanday qilgan bo'laman, qo'g'digan bo'laman. Gerçi bevosita menga munosabati yo'qdek tuyulsimi, bevosita jamiyatda bir buzg'unchilik paydo bo'lsa, bir adolatsizlik, bir yo'ldan chiqilsa, uning yana bir tarafiga kelib menga, chunki jamiyat yashayotgan odam. Bu nuqtadan jamiyatda bo'layotgan ishlarning hammasidan jamiyatdagi har qanday mu'min so'raladi, mas'ul. Gerçi uning bevosita munosabati bo'lmasimi? Masalan, payg'ambar alayhisolamning bir hadisida umumiy mu'minlar jamiyatini bir paraxut qo'shdi, paraxut ahliga o'xshaydi. Bir bo'lak kishilar safar uchun paraxutga chiqdi. Hadisning umumiy tasvirida paraxut ikki qat, usti, osti qat. Kishilar osti usti qatni tanlash asosida bir chak orqali, masalan, chak tashlash orqali tanladi. Bir bo'lak odamlar paraxutning osti qatga tushdi, bir bo'lak odam usti qatga tushdi. Osti qatdagilarga suv ehtiyoji bo'lib qarab baxtliganda bizga suv lozim bo'lib qoldi, kimini tashmaylikmi deb kimini tashdi. Chunki ustidagilarga daxlisi yo'q. Navbatda vaqtincha ustidagilar atasi o'zining temini teshibdi. Suv kirsa shu osti qatga kiribdi, bizga suv kiramdi degan asosda osti qatni ko'lam chatiga bo'lmasa paraxut cho'kadi, hammasi vayron bo'ladi.
Agar ular mas'uliyatini tutunib, bu paraxod, bu kema o'rtaq kema. Ham o'ylan bu kimida ketyapmiz. Bu kimining qaysi tarafidan echilgan tushuk, kimining umumiy taqdiriga ta'sir yetkazdi degan mas'uliyatlar astiqatliklarning kimini teshikni cheklisa, u kimi saq salomat joyiga bor. Ayni mu'min jamiyati mush kimiga o'xshaydi. Bizga bevos munosabat bo'lmaganda qilgan bilan islom jamiyatida yuz bergan har ish bizga munosabatli. Islom jamiyati cho'ksa, tang cho'kimiz, taraqqiy qilib yuksalsa, tang taraqqiy qilib yuksalsin. Bu nuqtadan ishorat etish kerak. Uning aralashqini gunoh emas. Oyatning mazmuni shu. Shunga sura Anfalninki 25-oyatda Alloh subhanahu va taolo alohida eskartib, "Vattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa." Esanoldi bo'lsin. Yüz birdigan xatoliklardan saqlaninglar. O xatolik qilgan odamga ham tushmaydi deydi. O xatolikning vaboli. Oyatga qarab baqsanglar bo'ladi. Bir o'tkazilgan jinoyatning vaboli, u jinoyatni qilganlarga ham bo'lmaydi desanoldi bo'lsin. Shunga jamiyatdagi har odam jamiyatdagi buzg'unchilikdan o'xshash so'riladi. Uning vazifasi u. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda "Vaylul lil arab min sharrin qad iqtarab." Vay arablarning holi yomonlikdan birisi yiqilib keldi dedi. Deyilindi Rasululloh so'raldiki, aramizda shuncha yaxshi odamni tusimi, endi tang halok bo'lamdik degandan keyin, yomonlik ko'payib ketsa, endi kishilar o'zining ishi bilan bo'lib, boshqalarni bo'shlikdan cheklamay, jamiyatning islohotiga ko'ngil bo'lmay davomlashsa, hammadan tang halok bo'ldi dedi Rasululloh. Jamiyatning masalasi aynı masala. Jamiyatni biz tuzumsak, mening nima ishim, mening nima aloqam bor, menga munosabatsiz deb o'zimizning ishni qilsak, cho'qim tang cho'kimiz. Chunki biz ayni kimida, bir kimida ketayotgan insonlar, kimining har qanday bir zahmati, har qanday bir zarar o'xshash bizga bo'lgan zarar. Garchi men kimining a tarafida bo'lsammi, echilgan tushuk ma tarafidan echilgan bo'lsa-mu kiminingki, cho'kadigan kimi shu kimi shu. Jamiyat bizga nisbatan ayni shu kimga o'xshaydi. Mu'min jamiyatga bir kimini qo'g'diganda qanday qilish kerak, qo'g'dish kerak. So'nglan bugungi darsimiz oxirlashdi. Alloh hammalarga mas'uliyatchan iymon ato qilsin. O'z jamiyatimizni, o'zimizni qo'g'daydigan bir mas'uliyatchanlik ato qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.